Eringiz ishdan keladi, ovqatlanadi, lekin uning nigohlari sizda emas, telefonda. Siz esa o'zingizni keraksiz, uyingizdagi burchakdagi bir buyumdek his qilasiz. Eng qizig'i tunlari u sizni yoningizda yotadi, lekin xayoli boshqa ayolda ekanligini his qilib turish bu juda ham og'ir. Meni qayerim kam, u mendan nimaga voz kechdi degan o'y-xayollar sizni qalbingizni kemiradi. Dardimni aytaman desangiz, noshukursan deyishadi. Ajrashaman desangiz, bolalaringizni yolg'iz katta qilish, yetim bo'lib qolishni istamaysiz. Bunday qo'rquvlar sizni yo'lingizni to'sayapti. Siz hozir go'yoki tirik murdaga aylanib bo'lgansiz, to'g'rimi? Agar mana shu xiyonat, mana shu og'irlik sizni ichingizni yemirayotgan bo'lsa, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Ayol kishi uchun erining xiyonati bu oddiy voqea emas. Bu ayol kishi uchun, ayol kishining ichki dunyosi butunlay parchalanishi, ishonchning o'lishi va kelajakka bo'lgan umidning so'nishidir. Siz o'zingizni hozir xuddiki bir qorong'u quduqqa tushib ketgandek his qilyapsiz. Tomog'ingizda bir tugum bor, na yig'lay olasiz, na dardingizni bir kishiga ayta olasiz. Kechalari bilan buning sabablarini o'ylab chiqasiz. Xayolingizda esa bitta savol: nega? Mana u ayoldan nima kamim bor edi? Qayerda xato qildim? Eringizni har bir harakatidan, har bir qo'ng'iroqdan shubhalanish, telefonini poylash, uydagi uy muhitidagi sovuqlikdan qochib qayerga ketishingizni bilmaslik. Bu holat sizni ruhan charchatib yubordi, to'g'rimi? Eng yomoni, atrofdagi yaqinlaringiz sizni sabr qil, bolalaring bor deb battar siqishadi. Lekin ichingizdagi ayol allaqachon baqirib yig'layapti, chiday olmayapti. Uni hech kim eshitmayapti. Keling endi ana shunday muammolarga javob topamiz. Aslida xiyonat nimadan kelib chiqadi? Ko'pchilik ayollar aybni darrov o'zidan qidirish boshlaydi. Vaqtida erimga yaxshi qara olmadim. Erim charchab kelganida unga mehr o'rniga muammolarni berdim. E'tibor bermadim deb o'zini qiynashadi. Aslida bunday emas. Xiyonatning ildizi ko'pincha sizga bog'liq bo'lmagan sabablarda yashiringan bo'ladi. Birinchisi, bu erkak kishining ichki kompleksi. U o'zini kuchli his qilish uchun yangi emotsiyalar bilan o'zidagi bo'shliqni to'ldirmoqchi bo'ladi. Ikkinchisi esa bu oiladagi hissiy uzilish. Ya'ni siz bitta uyda yashaysiz, lekin shu muhitda bir-biringizni qadrlash va tushunish yo'qolgan. Erkak kishi uyga kelsa, faqat muammo, janjal va sovuq munosabatni ko'rsa, u issiqlikni ko'chadan izlashni boshlaydi. Uchinchisi esa eng yomoni, erkak kishi jazosiz qolishi. Bir marta xiyonat qildi, siz uni bildingiz. Yig'ladingiz, siqtadingiz, lekin hech narsa o'zgarmasdan kechirib yubordingiz. Bu bilan siz unga "Menga shunday qilaversang ham bo'ladi" degan ruxsatni berib qo'ydingiz. Endi sizda bir savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, shu muammolardan chiqish yo'li bormi? Albatta bor. Men sizga hozir xiyonatdan keyin bu holatdan chiqishning 3 ta eng kuchli usulini aytaman. Birinchi usul: fokusingizni, ya'ni e'tiboringizni o'zingizga qarating. Hozir sizni butun hayotingiz u qayerda, kim bilan, nima qilyapti degan savol ustiga qurilgan. Siz o'zingizni, hayotingizni uning qo'liga topshirib qo'ygansiz. To o'zingizni qadrlashni va o'zingizga e'tibor berishni boshlamas ekansiz, u sizni hech qachon qadrlamaydi. U poylanishdan emas, sizni yo'qotishdan qo'rqish kerak aslida. O'zingizni shunchalar yuqoriga olib chiqingki, shu darajaga olib chiqingki, nahotki shu ayolga xiyonat qildim deb afsuslansin. Ikkinchi usul bu hissiy qaramlikni o'zing. Usiz yasholmayman, moddiy qiynalaman, bolalarim otasiz qoladi degan qo'rquv sizni zanjirband qilib turibdi. Tushuning. Qo'rquv bor joyda muhabbat bo'lmaydi. Siz o'zingizga men yolg'iz ham baxtli bo'la olaman, men kuchliman degan ishonchni o'zingizga qaytarishingiz kerak. Ayol kishi qachonki faqat erkakka bog'lanib qolmasa, erkak uning ortidan yugurishni boshlaydi. Uchinchi usul: endi mana shu shaxsiy chegaralarni o'rnating. Kechirish bu hamma narsani unutib, eski hayotni davom ettirish degani emas. Agar siz uni shunchaki kechirsangiz, u buni yutuq deb biladi. Siz unga shunday shartlar va shunday chegaralar qo'yishingiz kerakki, u xiyonatning narxi juda qimmat ekanligini tushunsin. Buning uchun esa sizda ichki kuch bo'lishi kerak. Aslida yillar davomida yig'ilgan bu muammoingizni men 5-6 minutli darsimda yechim bera olmayman. Bu videodan maqsad shuki, sizga yo'l ko'rsatish edi. Agar siz haqiqatdan ham bu azobli muammolardan qutulib ketmoqchi bo'lsangiz, hayotingizni soxta tabassumlar bilan emas, haqiqiy baxt bilan to'ldirishni istasangiz, sizni bepul onlayn vebinarimga taklif qilaman. U yerda men siz bilan mana shu aytganlarimni qanday qilib amalda bajarishni, erkak psixologiyasini qanday o'rganishni, eng muhimi o'zingizni sindirmasdan bu vaziyatda g'olib bo'lib chiqishni
o'rganasiz. Bu vebinar sizni yangi hayotingiz uchun birinchi qadam bo'ladi. Buning uchun pastdagi linkni bosib, Telegram kanalimdagi vebinarga qo'shiling. Men esa mutaxassis sifatida buni yo'lini sizga o'rgataman. Siz esa o'zingizga baxtli bo'lish uchun bir imkoniyat bering. Sizni esa vebinarimda kutib qolaman.